Istanbuldan hammaga salom. Bugun nima qilamiz? Bundan oldingi videoni davomini olamiz. Yana o'sha joyda biza bugun tashqarida olmoqchi edik. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun yana majbur ichkarida olyapmiz. Motorni yurg'iz. Hadi. Birga ur. Haydi, asta, sekin. Shu yerda yana 1-2 marta aynalsin. Keyin birdan 2ga olishni o'rgataman. Ozgincha yana bir haydasin-da. Qo'li kelishsin. Hozir yana hali gaz bosmasdan ketyapti. 1-2 marta aylangandan keyin ozgina gazlab, keyin 2ga olishni o'rgatib boraman-da. Tormoz bersinchi, bu to'xta oladimikan hali. Burma, shu yerga riski to'xtachi. Arqa tormoz bilan to'xta. Ha. Muftani bosish esdan chiqib ketdi buni. Muftani ham bosda. Muftani bosmasang o'chib qoladi. Hozir muftani kech bosding yo bosmading. Yurg'iz. Birdan chiqar. Aha. Hozir qara. Shuna qaytib kel, anaqa bor, bu tarafga borda. Burib qaytib kelishini riski tormoz berman shu yerga. Birga ur. Hayda. Asta, sekin. Ha. Öyle yaptı. Han to'xta. Olli tormoz bossang bosmadingmi? Ollini ham ozgina bos, unday qattiq bosma lekin. Tushunarli. Qarang, shu qotadi o'zi, uncha qotguncha bosmagin. Hayda, yana bir asta. Ha. Hozir muftani qo'yib yuborib aynalyapti-ku, shuning uchun o'rganib qoldi. Birdan miyasi buni birdan qo'yib yuborishga o'rganib qoldi. Shuning uchun o'chirib qo'yapti. Hayda. Ana shu tormoz ber. Ha, uni ko'rdingmi? Olli tormozni ko'rdingmi qanday ishlashini? Shuning uchun astaroq tormoz ber. Tezroq ketsang bu birdaniga qisib seni to'xtatib chappa qiladi hozir. Tushunarli? Yana bir aynal. Tormoz berchi? Ha. Bo'ladi. Bitta o'chirib turdi. Hozir yurg'izasan. Yurg'izgandan keyin ozgina gaz bosasan. U tarafga qarab. Tushundingmi? U tarafga qarab gaz bosasan. Oxirroqga borganingdan keyin ozgina muftani bosib, tormoz bosib, astalashib, asta burilganingdan keyin nima? Arqa tormoz bosishim kerakmi? Burilishim? Ha, arqa tormoz bos, astalashing kerak-da. Ikkovini ham bossang ham mayli, asta bos faqat. Oldini astroq bos. Arqani qattiq bossang ham. Shu borib, bitta gaz bos ozgina. Qaytib kelishda ham ozgina gaz bosasan, shu yerga yana tormoz bos. Yurg'izchi. Haydi. Asta muhtana. Ha, hop.
Tekis yo'llaydi. Tekis yo'lla gazni bos. Mana aynan o'tyaptimi gazni bosadi. Bu taraf kelishingni. Asta. Muftani yarim oborotda ushlab gazni bos. Tormozda oldin yomon bosyapsan. Bunday bosma. Shunday hayda. Gazni mana yerda bosma. Ha, ashida bos. To'g'rilarni asta bos. Asta. Hayda. Tekislanib, keyin gazni ozgina bos. Ha. Tormoz, oldin asta bos. Asta. Ha, bo'l, hayda. To'xta. Devorga kirib ketmasa bo'ladi-da. Devorga juda yaqin ketyapti bu. Ozgina gaz, ozgina. Yana o'chirib qo'ydi. Hayajonlanyapman menimcha. Yurg'iz. Falasdaqa. Falasda degan. Hayda, muftani asta qo'yib ber. Ozgina gaz bosishni ham o'rganma. Ozgina gaz bos. Ozgina. Muftani qo'yib ber, ha. Muftani bos, tormoz. Ha, bo'ladi. Hayda. Devorga ehtiyot bo'l. Joyimiz ozgina torda burishga qiynalyapti. Kengroq olyapti burishga. Gaz bos ozgina. Hayda, to'xtama, bro. Hayda. Yana tormoz bos. Hayda. Gaz bos. Burilakonni gaz bosib yuboryapti-da. To'xtada mana shu yerda. To'xta. Tormoz bilan, arqa tormoz bilan asta. Ha, bo'ladi. Rus. Falasdaqa. Hayda. Sekin. Birdan bosib ketadi-ku bu. Hayda. To'xtama, hayda, to'xtama. Hozir birda gaz bosishni o'rgansin-da. 2ga o'rgatamiz. 2ga olishdan. Hayda, to'xtama. Yaxshi haydayapti. Normalmi? Gaz bos, to'xta mana shu yerga. Arqa tormoz bos, oldin shunday burilla to'xtada. Buril. To'xta. Borib boshqatdan qo'zg'aladi. Qo'zg'algan vaqtda yana to'xtaydi, shunday o'zini o'zi o'rgatadi. To'xtashni ham o'rganadi, qo'zg'alishni ham o'rganadi. Hayda. Hozir qaytishda to'xtab keladi. Hozir tushuntirdim o'ziga.
To'xtab keladi. Ham yurg'izishda, ham turg'izishda o'rganadi. Bo'ldi, to'xtang shega. To'xta. Ozgina haydab to'xta. Yurg'izishda o'rgansin. To'xta. Hayda. Kecha gaz bosmasdan qo'zg'alayotdi. Hozir gaz bosib qo'zg'aladi. Qo'zg'alchi, hayda. Ozgina gaz berib, ha. Hayda. Burilayotgan vaqtda gaz bosma. Hayda. To'xta degandan keyin ham shu bir 5 metrdan o'tadi. Qanday? Hayda. Qo'zg'alishni o'rgan. Buril voshidan. To'xta shega. To'xta. Qo'zg'al, gaz bilan qo'zg'al. Ha, gaz bilan. Ha, shunday. Gaz bilan. Burilchidan. Buril, to'xta. To'xta shega. Gaz bilan hayda. Aha. To'xta. Yana gaz bilan qo'zg'al. Ozgina gaz bosib. Bundan oldingi videoda ham umuman gaz bosmagandi. Muftani uzun qo'yadi, o'zi ketadi. To'xta. Gaz bilan qo'zg'al. Sekin. Aha. Gazni bir ushlashga harakat qil. To'xta. Hayda. Yuratsam, asta qo'yvarsang ham bo'ladi. Shu yurgan vaqting muftani. Burilib bo'lganidan keyin muftani to'xta. Qara. Hozir xalosday qildi bitta. Xalosday qilishni ham o'rgansin-da bu. Ova, mana bittada tushirdi o'zi. Muftani qo'yib ber. Burilib bo'lganidan keyin, mana ishidan burilib bo'lganidan keyin burilib qaytishda muftani qo'yib ber. Eshitdingmi? Muftani qo'yib berasan, to'xta degan vaqtda birdan muftani bosib oxirigacha tormoz bosib to'xtaysan. Birga sol, hayda. Qo'ylar, to'xta. Va asta mashina. Hayda. Hozir 2 ga olishni o'rgataman bunga. Motor yurg'iz. Birinchi skorda yurasan. Eshitgan, birga sol hozir. Men tushuntiraman prosta. Birda yurib, mana shu devalgacha yurasan. Eshityapsan-a? Mana shu devalgacha birda yuradi. Undan keyin 2 ga solib, shu sherlarga kelganni, shu o'rtaloqlarga keyin birga solib yana burilib qaytib keladi. Hozir o'ziga tushuntirdim. Birga soling, hayda, sekin. Ozgina gaz. 2 ga, hayda. 2 ga oldi. Sekinlash. Muftani bos. Hayda. Birda kelyapti, ha, birda ekan. 2 ga o'tkazdi. Sekin. Nima bo'ldi? Bu tafsilotlarni oling. Birga sekin. Bo'ldi, birda to'xta o'shaga, birda buril, to'xta. Nima bo'lar ekan? Ozgina qo'rquv bo'lyapti. Nimaga? Yo'l yorib ketaman. Tezlashib ketyapti, ha? His qiling. Tezlashib ketyapti. Ha. Bo'ldi, birdamsan? Buril shu yerda. Haydi. Ya bir emas, shu boshdan bur. Gazla. 2 ga. O 2 ga oldi.
Birga o. Ikkida burilib kelyapti-ku bola. Birdasan gazla. 2. Muftani sekin qo'y. Bitta to'xta shu yerga-da. To'xta. 2 ga urganingdan keyin muftani sekinroq qo'yib yubor. Shu birdan qo'yib yuboryapsan, siltayapti. Hayda. İkide burilib kelyaptimi bu bola? Hayda. Sekin. Wow! O'zi mustaqil haydashni boshladi. 1 2 haydab yuribdi bemalol. Videodan tashqari 1 dan 2 ga olishni ozgina o'rgatdim. Yurg'izchi. Hayda. 1 2 ga oldi. Ha, 2 da ketyapti. Joyimiz ozgina kichkina qilyapti-da 1 dan 2 ga haydashga. Lekin normalmi? Ha, burilish ozgina qiyin bo'lyapti-da. Tor joy. Ikkiga oldi. Hayda, birdan hayda. Sekin. Ha, gazni bos sen. 2 ga oldi. Ha, normalni urganni o'zi. Hozir videodan tashqari ham bir 3-4 marta haydadi shu yerda. Normal urganni. Ikkiga oldi. Biraz kengroq. Kengish joydan burilyapti. Haydi. Ha, normalde 1 dan 2 ga olishni o'rgandim. Normalni deyapti. To'xta deb bitta şey. To'xta. Xolos to'xta. Qildingmi? Ha, xolos o'tdi. Mana yo'ldan Shahboz. Shu yo'ldan shunday borsang, endi bu yerdan emas, sal nariroqdan bunday aynalib kelsang bo'ladi. Shunday o'rtada bitta yo'l bor. Oxirigacha borma. Shunday ha, mana shunday yo'l bor. Shunday. Mana shunday borda bitta qaytib kelgan mashinasi ekan. Bo'ldi, videoni ham o'zi. Normal o'rganding. Hayda. Ehtiyot bo'l. Ketdi, bu tarafdan ketadi endi. Hozir bu tarafdan keladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Videomiz ham oxiriga keldik. Bu tarafdan kelyapti mana. Sekin. İkiye o'tishdan o'rgandim. Sekin. Xolos yo'q. Nima bo'ldi, normalmi?
Zo'rmi? Boshqa videolarda ko'rishguncha